Videolarimni rekka chiqishiga yordam bergan va 2 oy ichida jonli 90 mingga yaqin obunachi olib kelgan qaynonasiz kelin challenge'ini 30 kunligini davom ettirmoqchiman. Agar shu videoyim 5000 ta like yig'sa, ertadan boshlayman. Bugun azonlabdan demayman-ku, lekin ozgina havo tashlagandan keyin ko'chalarni bir tozalab, darvozalarimni yuvib oldim. Keyin bo'lsa o'sha sevimli tovuqlarimga qarab, donlarini berib, suvlarini alishtirib, qo'llarimni ham bir sipirib, yo'llarimni changlarini artib oldim. Hamma meni kuzatib boradigan obunachilarimga juda ham qiziq va e'tiborli. Nima har doim siz ish qurasiz, o'zini ish qilmaydilarmi, hech o'zini yolchimagansiz deb yozasizlar, lekin u bo'lsa kommentarlarni o'qib xafa bo'lib o'tiradi. Bilasizlar, agar meni yaxshilab kuzatsanglar, bir kunda hamma ishni polni qurmayman, kunda kunora yoki 3-4 kun o'tganda qilaman. Sababi hamma ishlarni bo'lishib, kelishib reja bilan qilamiz. Bir kun sen bu ishni qil, ertasi kuni men u ishni qilaman deb kelishib olganmiz. Даже ovqatlarni ham kechqurungi obedkisini bo'lishib qilamiz. Yana ko'pchilik aytadi, "Singizga rosa ham havasimiz keladi" deb, opachasi bo'lganingiz uchun ko'p ish qildirmaysiz shakil mazza bo'lsa kerak deb. Naborot unga qiyin, sababi opachasi bo'lganligim uchun kottalik qilib, uni urishib, rosa ko'p ish qildiraman va mendan ko'p gap eshitadi. Ya'ni sinimga bugun qaynatam uylarni generalniy уборка qilishga aytdim. Men bo'lsa oshxonada va ko'chada ishlarimni bitirdim. Oshxonani уборка qilayotganda ko'zimga yoqmagan hamma sarg'ayib ketgan piyalarim va qoshuqlarim va hammasini Bavi Super Очистительga qaynagan suvda ivitib qo'yib, tozalab, yiltiratib, yengidek qilib yuvib oldim. Bemalol Korzinka va Uzum Market oddiy magazinlardan Bavi Super Очистительni topsanglar bo'ladi. Olajonlarimiz dog'i ketmayotgan kiyimlarini ham top-toza qilib yuvib beradi. Bugungi obedga vaqtim shunaqa o'tdi. Obedga bo'lsa qozonga olib solib qo'ydim.